Yura qol. Jinhuyao, uyalmaysanmi? Tianjiankui bizni Bedo shahridagi yagona 7 yulduzli mehmonxona. Bu yerda bo'lgan har qanday odam hayotida hech qachon erisha olmaydigan maqomga ega bo'ladi. Prezident Kind ular orasida eng yaxshisidir. Sen esa keraksiz odamsan. Yo'xan, yaxshiyamki biz tug'ishganlarmiz. Umuman ovozingni o'chir. Kichkinaligimizdan beri sen mendan yaxshiroq bo'lgansan. Endi men nihoyat sendan yaxshiroq ekanligimni isbotlay olaman. Endi bu kun kelib, sen oyoqlarimni yalaysan. Qiziq, o'sha la'nati kampir bizni ko'rib nima der ekan? Yo'xan, u seni tuqqan onang. Agar noshud bo'lmaganingda, u seni uydan haydamagan bo'lardi. Keyin u seni qidirish uchun ortingdan bordi, lekin seni topa olmadi. Yo'xan, men bu ishlarni barini seni himoya qilish uchun qildim. Shuning uchun ham o'sha la'nati kampir o'lib ketishi kerak edi. Nima deding? Yaxshimisan azizim? Sen jirkanchi tilanchi. To'yimda janjal chiqarishga qanday hadding sig'di? Onamning so'nggi tilagini bajarish uchun keldim. Bilaman. Sen shunchaki eshik qo'riqlovchi itsan, men esa bu yerda haqiqiy xo'jayinman. Bugun baxtli kunim. Menga omadsizlik keltirma, yo'qol. Yo'xan, onam o'limidan oldin ham faqat sen haqingda qayg'urardi. Mayli, men o'z ishimni qilaman. Maol, senga to'yona. Ho, Jinhuyao, o'lgan odamni bahona qilib mehmon bo'lgani keldingmi? Uyalmaysanmi? Jinhuyao. Ahmoq, sen direktor Chinga aka bo'lishga loyiq emassan. Buni qaranglar. 200 ekan. To'ylangan reja. 200 yuan to'lab, 10,000 yuanlik dasturxonni sotib olmoqchi. Qoyil. Bu yerdan yo'qol. Bu yerda senga joy yo'q. Qo'riqchilar qani? Tezda mana bu ikkalasini yo'qotinglar. Biz hech ham tilanchi emasmiz. Meni onam Lin Hao guruhining boshlig'i. Jinhuyao, bu tashlandiqni qayerdan olib kelding-a? Aqlni ozganmisan yoki bumi? O, Lin Hao guruhining boshlig'i kimsan? Lin Yehue? Agar Lin Yehue uni onasi bo'lsa, mana shu stoldagi tarelkalarni yamlamay yutaman. Jinzong aynan Lin Hue kompaniyasida ishlaydi. Nahotki u bilmasa? Ana o sovg'alarni ko'ryapsanmi? Ularning ichida 10,000 yuandan kam narsasi yo'q. Xo'p, senchi to'y marosimiga kelibsan. Lekin sovg'angchi, nahotki 200 yuan bo'lsa? Xuddi o'sha kampirga o'xshab miyang aynib qolgan seni. Yo'xan, u seni onang. Menga qanday tanlov qilishing muhim emas, imkoniyatlaring ham. Sen jahannamda kuygur. Kimsan-ki menga aql o'rgatasan, a? Men hozir Lin Hao kompaniyasida hurmatga sazovor ishchiman. Sen esa bitta akillaydigan itsan. O'zingni ko'rsatmasang-chi, shunchaki tekinga ovqat yemoqchimisan? Yaxshi. Mana, o'sha kampirning o'rniga bularni yalab ol. Yo'xan, sen onamga munosib emassan. Menga o'sha la'nati kampirni kamroq esla. Meni hozir shon-shuhratim o'zimga yetarli. Sen hattoki bitta to'yona ham olib kela olmading-ku. Men seni aka deyishga ham uyalaman. Hech qachon meni akam bo'la olmaysan. Bizning oilamizda sendek hech vaqos yo'q noshud, lekin maqtanishni yaxshi ko'radigan kambag'al qarindoshimiz yo'q. Sen hatto Lin Hao kompaniyasining prezidenti Lin Yehueni xotinim deb aytding. Shunchalik zo'r ekansan. Menga ko'rsatish uchun munosib sovg'alar olib kelishing kerak. Yana bu bolangga beradigan kasha bo'lmasin. Yo'xan, sen o'zgarmabsan. O'lganingdan keyin ham o'zgarmaysan. Bu yerning xo'jayini senga yegulik bergani bu seni nomusingdan edi. Demak, yeyishni xohlamaysan, shunaqami? Yaxshi. Unda mana bu tashlandiq bolang sen uchun yeydi. Lin Hao kompaniyasi tomonidan janob Kinni to'y bilan tabriklash uchun ajoyib sovg'alar olib keldik. Janob Chinni to'y bilan tabriklash uchun keldik. Sun kotiba, siz qanday qilib keldingiz? Ochig'im meni juda ham hayratda qoldirdingiz. Sun kotiba? U direktor Linning eng ishongan odami. Uning har bir so'zi va harakati direktor Lin xonimni ifodalaydi. Agar direktor tomonidan e'tibor berilgan bo'lsa, uning martabasi yanada yuksaladi. Nahotki Chinga uni ayoli bosh direktor bo'lsa? Bu qiymati 25 millionga teng funt oltin. Yana bugundan boshlab janob Chin Han, u bizning Lin Hao kompaniyasini moliyaviy departamentining yangi direktori deb tayinlanadi. Yillik maoshi esa 3 million yuanni tashkil qiladi.
Ko'ryapsanmi, Chinxiyao? Sen bilan biz allaqachon bir pog'onada turadigan odamlar emasmiz. Rostdanmi? Albatta. Endi yo'qol. Seni bu yerda ko'rishni xohlamayapman. Yohan, tezroq kelib ko'r. 25 million. 25 million. Yo'q, bu yerga shoshilinch kelganimiz uchun shularnigina tayyorlay oldik xolos. Kuyovi?